Ertek, kılıç, batır. Var eken de yok eken. Kadim zamanlarda benihoya güçlü Kılıç Batır isimli palvon yaşagan eken. Günlerning birida Kılıç Batır dünyada Akbilek isimli güzel barligini eshitibdi va uni izlab safarga atlanibdi. Bir necha kun yo'l yurgandan keyin qarshisidan bir kishi chiqibdi. Yo'lovchi Kılıç Batırdan so'rabdi: "Ey yigit, yo'l bo'lsin. Men Akbilak ismli go'zalni izlab olam kezib yuribman. O'zing kimsan va bu yerda nima qilyapsan?" "Men to'quvchiman", dedi yo'lovchi. "Shu yurtda Qilich Botir ismli palvon chiqqanini eshitdim. U bilan kuch sinashib maqsadiga kuch sinash maqsadida izlab yuribman. Men Qilich Botirning do'stiman. Kel, avval men bilan kuch sinashingchi. Meni yengsang, Qilich Botir bilan kurashasan." "Mayli, roziman", javob beribdi to'quvchi. Ular bir-birini yoqasidan olgancha kurashga ketishibdi. Qilich Botir to'quvchini bir ko'tarishda uloqtirib yerga uribdi. To'quvchi o'rnidan turib ta'zim qilibdi. "Yashavur, kuchingga qoyil qoldim. Men senga do'st bo'lishni istayman." Qilich Botir to'quvchiga ikkita qovoqcha uzatibdi-da debdi: "Do'stim, mana shu qovoqchalarni ol. Ularni birdan qon toma boshlasa, kuching boricha qoshimga yugur." Qilich Botir to'quvchi bilan xayrlashib, yo'lida davom etibdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin Qilich Botir yana bir yo'lovchini uchratibdi. U temirchi ekan. Qilich Botir temirchi bilan ham shu tarzda do'stlashibdi. Qilich Botir temirchi bilan xayr-xo'shlashib, yo'lida davom etibdi. Allaqancha yurgandan keyin Qilich Botirni qarshisiga yana bir yo'lovchi chiqibdi. Bu Meshkob ekan. Qilich Botir uni ham kurashda yengibdi. Unga ham ikkita qovoqchani berib, to'quvchi bilan temirchiga aytgan so'zlarini aytibdi. Qilich Botir yana yo'lga tushibdi. Ancha yo'l yurib, cho'pon qo'ylar podasini o'tlayotgan dashtga yetib kelibdi. "Bu kimning qo'ylari?" so'rabdi Qilich Botir cho'pondan. "Go'zal Oqbilakni", debdi cho'pon. "Go'zal Oqbilak qayerda yashaydi?" "Ey yigit", debdi cho'pon. "Qanchadan qancha yigitlar unga yetishmoqchi bo'lib, o'zlarini xarob qilganlari qoldi. Nahotki shunda ham Oqbilakka yetishga umid qilsang?" Qilich Botir biroz o'ylanibdi-da debdi: "Men albatta Oqbilakka yetishaman, lekin buning uchun nima qilish kerakligini aytsangiz." Cho'pon javob beribdi: "Bozorga borganda bir xurjun mayiz sotib ol. Oqbilakning mayizni yaxshi ko'radigan oti bor. Bu ot saroyiga biror kimsa yaqinlashsa, kishnay boshlaydi.